hali ham ekub topishda qiynalyapsizmi? Men sizga ekubni topishning o'zgacha usulini o'rgataman. Marhamat. Deylik, ekub topishimiz uchun, misol uchun deylik 120 va 150 sonlarga ekub topishimiz kerak. Xo'p, bu uchun siz 120 va 150 sonlarni yonma-yon yozasiz va umumiy bo'luvchilarni qidirasiz. Ikkalasi ham 10 ga bo'linadimi? Marhamat, bo'ling. Buni 10 ga bo'lsak 12, 150 ni 10 ga bo'lsak 15. Yana ikkalasi nechaga bo'linadi deysiz? Ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. 12 ni 3 ga bo'lsangiz 4 bo'ladi, 15 3 ga bo'lsangiz 5 bo'ladi. 4 va 5 umumiy bo'luvchiga egami? Yo'q. Demak, shu joyda to'xtaydi va biz mana shu qismini ko'paytirsak bo'ldi. 10 bilan 3 ko'paytmasi 30 ga teng. Va biz 120 va 150 ga ekub topdik. Ya'ni 120 va 150 sonlari bizda 30 ga qisqarishi aniq bo'ldi va javob ham aniq bo'ldi, net chiqishi. Bu asosan ekubni kasrlarni qisqartirishda ishlatamiz.